Yo'q, qo'yib yuboringlar. Yo'q, Rita, xonim. Ajoyib narsa ekansan. Yo'q, Yechamiz. yo'q. Bas qiling. Sizlar tasavvur qilyapsizlarmi bu ishlar uchun nima bo'lishini? Sen o'zing uchun qayg'urganing yaxshi edi. Hozir senga ham xoniming bilan qilinadigan ishlar qilinadi. Hozir. Bas qiling, yetarli. Yolboraman, to'xting. Nimaga? Birdaniga qorong'ilashdi. Sen kim bo'lding? Xayrli kun. Meni ismim Ark. Holat chidab bo'lmas edi. Shuning uchun ogohlantirmadim.